An'anaga aylangan Uyg'ur go'zali musobaqasi bu yilmi qayta qo'lga ilinib, o'z ishini boshlamoqda. Bugungi kunlardagi vaziyatlar tufayli, ya'ni pandemiyaga bog'liq kuchaytirilgan talablarga rioya qilgan holda, musobaqa uyushtiruvchilarmi tanlab elish bosqichining birinchi qismini barliq talablarga bo'ysungan holda odamlarning oz miqdorda qatnashishida o'tkazdi. Hozircha mazkur loyihaga qatnashish istigini bildirgan qizlarimizdan birinchi qatnashish istigini bildirgan 5 qiz tanlab elindi. Assalomu alaykum. Bugun shunday suhbatga taklif qilganingizga rahmat. Haqiqatan 2020 yil hammamiz uchun nihoyatda og'ir bir yil bo'ldi. Bu yillarni o'tib 2021 yili mana biz an'anaga aylanib kelayotgan o'zimizning Uyg'ur go'zal musobaqasini boshlayapmiz. Albatta qizlarni to'plash nihoyatda og'ir ham qiyin bo'ldi. Chunki bugungidek ahvolda texi bu og'riqdan biz qutulmagan vaqtda har kim o'zining qizlarini, bolalarini bizning shundaq musobaqalarga avatishga biroz qo'rqinchli bilan qarab, qanday bo'larkan degan o'ylar bilan qarab, bir 10 necha qizimiz tizimlikka yezilgan bo'lsa-mu, bugungi kunda shuning ichidan bir 5 qizni tanlab oldik. Nihoyatda tatliq, omaq, chiroyli qizlarimiz kelib qo'shildi. Men o'ylaymanki, bizning Uyg'ur go'zali 2021 musobaqamiz yana shunday go'zal qizlar bilan to'lib, maqsad mudiyallarimizga yetimiz deb o'ylayman. Mazkur loyihaning tanlab elish bosqichiga qatnashga kelgan qizlarimiz o'z hunarlarini ko'rsatib, hay'at a'zolari bilan zich munosabatda samimiy suhbatlar yurgizdi hamda odil qizlarimiz o'z o'y-fikrlarini tang bo'lishib, maslahatlar berdi. Bugungi bizning qizlarimizni tanlab elish bosqichida o'zining qimmat vaqtini bo'lib o'tagan bizning Qozog'iston diyoriga, Qozog'iston Jumhuriyatimizga ham butkul dunyo yuziga to'nilgan dangliq satrashxona deb qo'yamiz, parixmahir egisi ham shundoq o'zining haqiqiy ishlari bilan to'nilgan Halimada Nasirova ham vizajist deb qo'yamiz. Bizning qizlarimizni yakubimiz odamlarni, insonlarning yuzini bezallash xizmati bo'yicha to'nilgan Fatima Baratova. Mazkur Qadam TV bizni bu yil Uyg'ur go'zal musobaqasini qo'llab-quvvatlab kelyotdi. Mana bu boshlanmasi shu Qadam TVni qurgan Adiljon Sadiqov jurnalist, shundaqla Do'lan usul ansamblining rahbari, talantli usulchi yigitimiz Baxtiyor Imron hem axborot jurnalidan o'tagan shundaq jurnalist, talantli qizimiz Maharat Emirova. Bugun bizni qo'llab-quvvatlab, mushu qizlarimizni tanlash bosqichida yar yo'lak bo'ldi. Hammasiga rahmat aytaman. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вашу команду за приглашение, особенно Кальбинор, что очень замечательно в самое трудное время, что она хочет провести такие красивые конкурсы, как Уйгур Гузели. Но я думаю, что сегодня все участницы достойно выступили, достойно показали свое творчество, и мне очень это понравилось. Поэтому хочу пожелать участницам в дальнейшем крепкого здоровья прежде всего, и, конечно же, развивать себя дальше, чтобы последующие кастинги, чтобы они также успешно прошли. Bo'libmi Uyg'ur go'zali 2017 musobaqasining bosh mukofot egasi Sabina Azimbayeva mushu musobaqadagi g'olibi va tirishchanligi bilan Miss Almuta 2017, Miss Qozog'iston 2017, shundaqla Qozog'iston Jumhuriyatidan Miss Vselennaya 2018 musobaqalariga qatnashishi va Uyg'ur usuli san'ati bo'yicha Uyg'ur usulini bobiga yetkazib sahnaga elib chiqqan Uyg'ur go'zali 2018 atalgan Alinur Asimovala xeyligicha barcha ko'rarmanlar qalbida saqlanib keldi. Bizning Uyg'ur go'zali 2021 umuman Uyg'ur go'zali degan musobaqaning o'zining olg'a qo'ygan maqsad mudiyasi qiz bola tarbiyasi. Bizning Uyg'ur qizlarining tarbiyasiga ota-onasining uydagi mo'mi bovularining berayotgan tarbiyasiga yanimi tarbiyani qo'shish. Masalan, qandaq degan vaqtida, masalan, belgilik жағдайлар bilan rus tillik maktablarda o'qiyotgan qizlarimizma bizning Uyg'ur go'zal musobaqasiga qatnashish orqali o'zimizning ana tilda bemalol erkin so'zlashni o'rganadi. Ham san'atimiz, madaniyatimiz, ham mushu urf-odatlarimizni o'rganib tanishib chiqishning o'zi boshqa musobaqalarga qaraganda mushu bir alohidlik bo'lish kerak deb men o'ylayman.
Tanlab elish bosqichiga usul san'ati bo'yicha ep kelgan qizlarimizning usullaridan bak huzurlandik. Bu demak qizlarimiz mazkur go'zallik va talant musobaqasi deb atalgan loyihaning ilgarki yillarda o'tkazilgan musobaqalarga zan qo'yib va qiziqish bilan qarab kelganligidan darak beradi. Bugungi Uyg'ur go'zallik ajoyib yaxshi o'tdi. Qizlarimiz ajoyib yaxshi tayyorlangan. Birinchidan usullarga keladigan bo'lsak, bizniki bugungi Uyg'ur milliy usullariniki turlarini ko'rdik. Qizlarning kiygan kiyimlari hammasi ajoyib bo'ldi. Shuning uchun men o'zimniki xulosamni bugungi bizniki birinchi turimiz yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Keyingilarda Xudoim buyursa qizlar yana tirishib, bundan yaxshi ko'rsatadi deb o'ylayman. Hamda Alinur 2018 go'zal qizimizda biz choq usuli bilan cho'ng tayyorlagan dedik. Choq usuli o'zimizniki qadimiy usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Bizniki Sabina Azimbayeva bilan biz China usulini biz misiliyani qilgan dedik. Ammo o'ylamayman, bu daqista biz qizlar bilan bundan yaxshi, ya'ni bundan ajoyib Uyg'ur usullarini ko'rsatishga tirishimiz deb o'ylayman. Endi bularniki oldida qo'ydigan ishlarimiz biz bular qizlar bilan ishlaydigan ishlarimiz ko'p bo'ldi. Usulni sahnalaштirish, usulniki sahnaga chiqishi, kirishi degandek, undan keyin ya'ni qizlarniki общий usul deb qo'ydik bundan aytganda. Shularni tayyorlashga endi Xudoim buyursa oldi planlarimiz ko'p bo'ldi deb o'ylayman. Uyg'ur go'zali faqatla go'zallik musobaqasi bo'lib qolmay, balki qiz bola tarbiyasiga alohida ko'ngil bilgan ajoyib bir loyihaga aylandi. Loyiha talablari bo'yicha musobaqaga qatnashuvchi qizlarimiz o'z ona tilimizda bemalol erkin so'zlashni, urf-odat, adabiyot, tarix, san'at, madaniyatimizga oid bilimini texmo kuchaytirib chiqishi so'zsizdir. Onun uchun qizlarimiz bilan kasbiy darajadagi ustozlar bir oydan oshiq vaqt oralig'ida tayyorlab faoliyatlarini yurgizadi. Bugungi Uyg'ur go'zali 2021 yilga tanlab elish bosqichiga kelgan qizlarimizni tanlash uchun Adil Qazla halqasi deb qo'yamiz. Hayat halqasi shundoq yaxshi ishladi, shundoq yaxshi faoliyat bo'ldi bugun. Ajoyib qiziq bo'ldi. Qizlarimizning talantlari, qobiliyatlari hammamizni shundoq qoyil qildi. Shu Adil Qazliqda baholab o'tagan hammamiz bir og'izdan bir so'zdan bugungi kelgan qizlarimizni mushu musobaqaga oldik deb o'ylayman. Men o'ylayman bugungi faoliyatimiz shundoq yuqori darajada.